Assalomu alaykum. Alo. Rahmatjon aka bilan bog'landikmi? Alaykum assalom. Yaxshimisiz, sog' salomatmisiz? Shukr, rahmat. Salomat bo'ling. Bugun sizni tug'ilgan kuningiz adashmadikmi? Albatta, to'g'ri. Sizni bugungi tavallud ayyomlari bilan muborakbod etamiz. Bugungi kun siz uchun Alloh taolo tomonidan hadya etilgan yana bir imkon, yana bir barakali sahifa. Sizni tavallud ayyomingiz bilan chin dildan muborakbod etamiz. Rahmat. Salomat bo'ling. Hozir ayni damda men siz bilan kutilmagan qo'ng'iroq loyihasi orqali bog'lanyapman va shu loyihani boshlovchisi Donaxon bo'laman. Akajon, siz tug'ilgan kuningizni nishonlayotgan ayni vaqtda kutilmagan tarzda tabrik etib kelgani bu albatta tasodif emas. Bugun bizning loyihamizga bir yaqin insonlaringiz tomonidan chiroyli bo'lgan tabrik xati yetib kelgan. Shu o'rinda sizga kichkinagina savolim bor. Nima deb o'ylaysiz? Qaysi yaqin insoningiz bo'lishi mumkin? Mana shunday chiroyli bo'lgan tabriknomani yo'llagan inson. Bu menimcha shu albatta volidamiz, onajonim bo'lishlari kerak. Albatta, ular ham bor. Yana kimlar bo'lishi mumkin? Yana davlatim, otam. Juda ham to'g'ri. Sizni bugungi ayyomlar bilan chiroyli tarzda tabriklab, qalb so'zini chiroyli tarzda yetkazishni niyat qilgan insoni bu albatta otajoningiz Ahmedjon aka bo'ladilar. Rahmat, sog' bo'lsinlar, umrlari uzoq bo'lsin. Ilohim, aytganingiz kelsin, siz ham ularni baxtiga, barcha yaqinlar baxtiga hamisha sog' salomat bo'lib yuring va ularga o'z hamrohligida onajoningiz Oyjon onamlardan, barcha yaqinlaringiz, qarindoshlaringiz, qizlaringiz Bibi Sora Kumushoy nomlaridan, Guloxoya Muhammad Yusuf Xadicha xonlar nomlaridan, singlingiz Rohilaxon nomlaridan, pochchangiz Oxunjon aka nomlaridan barcha yaqinlaringiz, qarindoshlar, oila a'zolari nomlaridan tabriklab qoldilar. Rahmatchilarga kattakon rahmat. Salomat bo'ling. Endi esa ijozat bersangiz, otajoningizni sizga atagan chiroyli bo'lgan tabrik xatlari ham bor ekan, uni ham qo'limdan kelganicha sizga o'qib eshittirsam. Mayli. Assalomu alaykum aziz o'g'lim. Bugun sen dunyoga kelgan kun mening hayotim ma'no topgan kun. Seni ilk bora qo'limga olganimdagi hayajon, yuragimdagi mas'uliyat va cheksiz muhabbat hanuz qalbimda yashaydi. O'g'lim, sen bugun hayotda o'z o'rni, o'z so'zi, o'z qarashiga ega bo'lgan, mustaqil fikrlaydigan, kuchli irodali inson bo'lib yetishding. Senga qarab turib, mana shu mening farzandim deb faxr bilan aytaman. Sen nafaqat o'g'limsan, balki menga suyanch, do'st va g'urursan. Hayot yo'llaring ravon bo'lsin, qadamlaring bardavom, niyatlaring ulug', qalbing pok bo'lib qolsin. Har bir mehnating samara bersin, har bir orzuing ro'yobga chiqsin. Alloh seni ikki dunyo saodatga erishtirsin, nomingni doim baland qilsin. Bilgin, otangning duosi doim sen bilan. Qayerda bo'lsang ham, qanday vaziyatda bo'lsang ham, ortingda seni chin yurakdan sevuvchi, senga ishonuvchi otang bor. Tug'ilgan kuning muborak bo'lsin, mening eng katta boyligim, eng katta faxrim. O'g'lim, qoshing bilan ko'zing meniki. Goh achchiq, goh shirin so'zing meniki. Shukrona aytaman boringga takror, yaxshimi yomonmi o'zing meniki. O'g'lim, suyanganda tog'im bo'lsang bas. Ishonganim mening bog'im bo'lsang bas. Umrim omonatdir, aytsam, aytmasam, ortimdagi shamchirog'im, tog'im bo'lsang bas, deya chiroyli bo'lgan tabriknoma va samimiy tilaklarni yozib qoldiribdilar. Ayni fursatda suhbatimiz loyihamiz tomonidan yozib olinmoqda. Sizni ham o'z yaqinlaringizga aytardi so'zlaringiz bo'lsa marhamat, biz orqali bemalol yo'llashingiz mumkin. Tabrik uchun avvalambor rahmat, onaxon singlim, siz ham kattakon. Tashakkur. Salomat bo'lingsiz. Ilohim. Ilohim shu otajonim, onajonim baxtma sog' salomat bo'lib yurgaylar. Ilohim. Farzandlarim ham sog' salomat bo'lib, ilohim
o'qimishli chempion qizlar bo'lib yetishsin. Ilohim. Ilohim aytganingiz bo'lsin. Rahmat. Salomat bo'ling. Ilohimiz hamlarni baxtiga, barcha yaqinlari baxtiga hamisha sog' salomat bo'lib yurib, ilohim shu ota-onangiz bilan birgalikda, farzandlaringiz, oila a'zolaringiz bilan birgalikda chin dildan Allohdan so'rab qolaman, Ramazon oyida haj umra safarlariga ham ko'p bora borib yurishni Allohim o'zi nasib aylasin. Rahmat. Salomat bo'ling. Qimmatli bo'lgan vaqtingizni ayamasdan bizni tinglaganingiz uchun Allohning o'zi rozi bo'lsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, yaxshi kayfiyatda o'tkazing tug'ilgan kun, shukrona ayyomlarni. Salomat bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling. Ko'z tegmasin oilamizga, ko'z tegmasin xushdamimizga, shodiyona bayramimizga. Ko'z tegmasin oilamizga, ko'z tegmasin oilamizga, ko'z tegmasin xushdamimizga, shodiyona bayramimizga. Ko'z tegmasin oilamizga. Ota-onamiz sog' salomat, shu biz uchun eng katta omad. Ota-onamiz sog' salomat, shu biz uchun eng katta omad. Qarindoshi jigarlar bilan o'ynab kulganimiz saodat. Qarindoshi jigarlar bilan o'ynab kulganimiz saodat. Shodiyona bayramimizga, ko'z tegmasin oilamizga, shodiyona bayramimizga, ko'z tegmasin oilamizga. Aytilganda yor ulanlar, kelsa yuz oyday to'linlar. Aytilganda yor ulanlar, kelsa yuz oyday to'linlar. Inoq bo'lar aka ukalar, ahil bo'lib yursa kelinlar. Inoq bo'lsa aka ukalar, ahil bo'lib yurar kelinlar. Shodiyona bayramimizga, ko'z tegmasin oilamizga, tantana-yu xushdamimizga, ko'z tegmasin oilamizga. Shodiyona bayramimizga, ko'z tegmasin oilamizga, kirganda ham 90-100 ga, ko'z tegmasin oilamizga.